Aslo bu shirinlikni tayyorlab ko'rmang. Nimagaligini video davomida aytib o'taman. Bugun sizlar bilan dangasa nejniy shirinligini tayyorlab ko'ramiz. Buni sizlarga juda ham oson va yengil usulda o'rgatishga harakat qilaman. Ko'rganingizdek, hamma masalliqlarimizni aralashtirib, pisochni xamir qilib olamiz va xamirimizni 6 bo'lakka bo'lib, muzlashi uchun morosilkaga jo'natib olamiz. To'liq grammlari va qanday tayyorlanishini pastga yozib qoldiraman. Saqlab olish esingizdan chiqmasin, xo'p. Muzlagungacha biz bezamizni tayyorlaymiz. Bezamizni men katta mikserda tayyorladim, siz ruchnoyda tayyorlasangiz ham bo'ladi. Xuddi videoda ko'rganingizdek qirg'ichdan chiqarib, bezamizni yarmini sovib olamiz va shpatelda tekislaymiz. Nejniynimizni dangasaligi aynan shu bezani tekislanishida va hamma xamirni bitta listga taxlanishidadir. Bu shirinlikni nimaga tayyorlamang dedim, chunki ta'miga aniq o'rganib qolasiz. Chiroyli bo'lib pishgan shirinligimizni ustini molokko va strujka bilan bezaymiz va maza qilib yeymiz yoqimli ishtaha.